Tarixchi va milliy inqilob peshvosi Tevfzot Tahiriy xalpitim. Oldingi asrning oldingi yermida eli osmonida chaqnagan tavarruk tarixchi olim va milliy inqilobning ma'naviy peshvolaridan biri bo'lgan Tevfzot xalpitim 1901-yili G'uljida dunyoga kelgan. U kichik chig'idan boshlab elidagi yangicha ma'rif harakatining bayroqdori bo'lgan Abdulmutaalli Kamal Hazratning qo'lida ta'lim olib, nihoyatda tezla uning sanoqli g'olliq izbosarlaridan biri bo'lib qolgan. Keyincha u Yettisudagi Yorkentdan G'uljiga ko'chib kelgan Uyg'ur milliy peshvosi Nazarxo'ja Abdusamad apandining qo'lida tarix va jug'rofiyadan ta'lim olib, ham diniy bilimlarda, ham fanniy bilimlarda tangla kamolatga yetgan yagona kishi bo'lib qolgan. Shundaqdimi u yanala qanoat qilmay 1920-yillarning oxirlari elidan Qashqarga safar qilib, Qashqar xonlik madrasasi va boshqa nopozliq madrasalarda davomli ta'lim olgan. Ustozlari uning hamma ilmda kamolatga yetganligini tezli bayqab qilib, uni basbasda o'zining madrasasida dars o'tib berishni o'tinishgan. Shu vajdan Tevfzot Tahiriy bu yerda bir mezgil o'qitish ishlari bilan shug'ullangan. Shuningdan boshlab u Tevfzot xalpitim deb atiladigan bo'lgan. 1933-yili kuzda qurilgan Qashqardagi tunji qitimliq mustaqil jumhuriyat yemirilib ketgandan keyin Tevfzot xalpitim ustozlardan yodgor qolgan va hadiya qilingan sanoqsiz qimmatli diniy va fanniy kitoblarni 20 necha uloqqa ortib qo'rqinchli muzart yo'li orqali ilg'i sog'-salomat elib kelgan edi. Tolumu afsuski 1934-yildan boshlab butun Sharqiy Turkistonning harbiy, ma'muriy va siyosiy huquqlarining hammini o'z qo'liga elib olgan Jallod Chingsay 1937-yili kuzdan boshlab cho'ng tozalash deb atalgan davlat terrorligini qo'zg'ab, Uyg'ur xalqining tayanch kishilaridan 250 ming kishini har xil bahonalar bilan turmalarga tashlagan va o'ltirgan. Ulardan faqat oz sondagi kishilarla o'limdan qutulib qolgan edi. Tevfzot xalpitim shularning biri edi. Tevfzot xalpitim 1944-yili 11-sentabr Jallod Chingsay Xitoyga yo'tkab ketilgandan keyin boshqa Uyg'ur tayanch zotlari bilan birga qo'yib berilgan. 7 yillik turma hayoti uning tenini qattiq ojizlashtirib o'tgan bo'lsa-mu, u yanada g'ayratini va himmatini bo'shashtirib qo'ymagan edi. Afsuski u yurtiga qaytib kelgandan keyin Qashqar va boshqa joylardan ozdan to'plab bir kutubxona holiga keltirgan kutubxonasi va yo'shirib qo'yilgan kitoblarining hammasining to'liq ko'ydirib tashlanganligidan xabar topgandan keyin bakmi qattiq azoblangan va o'rin tutib yetib qolgan. Shu yili 11-oyda Sharqiy Turkiston milliy mustaqillik inqilobi nilqidan G'uljiga kengayganda Tevfzot xalpitim ustozi Abdulmutaalli xalpitim bilan birga taliblarini tashkillab, partizanlarning sonini va jangovarligini qatma-qat kuchaytirib, shu yili 7-noyabr kuni G'ulji shahrining ozod qilinishi va 12-noyabr kuni Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining qurilishiga halqiliq ta'sir ko'rsatgan. Sharqiy Turkiston Jumhuriyati qurilgandan keyin 1945-yili 8-aprelda mazkur yangi milliy jumhuriyatning davlat armiyasi Milliy armiya nomida rasmiy qurilgan. Mazkur milliy armiya tarkibidagi har 10 Uyg'ur askarining 9'i Abdulmutaalli Xalpam Hazrat bilan Tevfzot xalpitimning taliblaridan tarkib topgan edi. Jumhuriyat qurilgandan keyin Tevfzot xalpat tansoqligining yomonlashib ketganiga qaramasdan yangi qurilgan davlatning diniy va fanniy ma'rif ishlari va boshqa turli sohalarga tayanch xodimlarni yetishtirish bilan aldirash ishlab ketgan. Keyincha u Ahmadjon Qosimiyning taklifi bo'yicha Uyg'ur milliy tarixi va madaniyat tarixini yezib chiqishga taklif qilingan. Tolumu afsuski Jallod Chingsayning turmusidagi uzun yillik qiyin qistoqlar va xo'rlashlar turmadan chiqqandan keyingi aram elishining yetarlik bo'lmasligi dal aksicha kech kunduz vatani va xalqining kelajagi uchun tishini tishlab g'oyat zo'r fidokorlik ko'rsatishi natijasida buyuk olimning eg'ir besimlarga bardoshlik berolmagan yuragi 1947-yilning ma'lum bir kuni so'qishdan to'xtagan.
Tiyipzat xalpitim 1935 yılı Molla Bilal'ның visalыға yetelmegen söygünüge atap yazgan g'azal toplumының saqlanıp qilishidiki birden bir kişi bulup, o şu yılı ustazi Abdulmutali Xalpam Hazretning teklifi boyunca mazkur g'azal toplumini öz qo'li bilan to'liq ko'chirib chiqqan edi. Keyincha Molla Bilal'ның öz qo'li bilan yozgan qo'lyozmasi Jallat Shingsay davrida ko'ydirib tashlangan. Baxtga yarasha Abdulmutali Xalpam Hazret Tiyipzat xalpitim ko'chirib bergan nusxasini yenida obdan saqlab, Shingsay davridagi ko'ydirilish xavfidan qutqizib qolgandan keyin cho'ng vaziyatning yomonlashib ketayotganligini sezib 1958 yılı bu bebaho asarni G'o'ljidan Almutaga avatib etgan. Tiyipzat xalpitim ana shundaq fazilatlik va himmatlik peshvo bo'lsa-mu, afsuski uning hayoti haqida yozilgan uchurlar bekmi cheklik. Tiyipzat xalpitim haqida Hoji Ahmad, Tursun Zahiriddin va Tursun Niyozlar birlashib bir maqola yozgan bo'lib, 1993 yılı nashr qilingan, ammo keyincha musodir qilinib yig'ib olingan.